Assalomu alaykum singillar. Bugun sizlarga shubachalarimizni obzorchasini qilib beraman. Bunaqa shubachalarimizdan bor. O'yinchalik bu original Xitoy ishlab chiqarish emas. Xitoy o'zidan keladi, Orsay kompaniyasiniki. Bular hammasi rasvetka rangi razmerlari bor. Keyingisi panchor. Juda ham chiroyli, kelilarimizga juda ham yaxshi olishyapti. Sarpolaga juda ham zo'r tushadi. Buni ham har xili bor, ranglari bor. Narxi ham juda ham chiroyli. Sifati zo'r, angorka bular. Xo'p. Jenferchalarimiz bor. Shubachalar bor. Shubalar har xil ranglari kelgan, yangilari. Bular uzun bo'lmaydi. Verxni ko'ylaklar ustidan kiyishga juda ham chiroyli. Bunaqa shubachalarimizdan bor. Bularning shestlari bu tushmaydi, to'kilib tushadigan emas. Bu ishlab chiqarish emas, bu haqiqiy tozasi. Ishlariga qaraganda terli bo'ladi. Atrasini qanaqadir material bo'lmaydi bular. Bular hammasi shunaqa, kачество bir xil. Yangi fasonchalari, mana ranglari, nimani pancholar bor. Keyin qubachalar bor. Paltolar bor. Kurtkalar bor. Oyoq kiyimini, oyoq kiyim bor. Razmerlari ham bor.